obunachilarimiz omonmisizlar. Mana bugun biz Sharsabz tumani Soy qishlog'idamiz azizlar. Bu yerda ham muxlislarimiz bir qanchagina bor ekan. Mana yana zakaz qilishdi. Biz hozir bu yerda Fayzli xonadonda tashrif berib turibmiz. Qurbonov Ural akaning xonadonlarida bu yerda Fotima onamizning 74 yosh bo'lgan kunlariga surprizlik qilib tashrif berib turibmiz. Hozir kuzatib borishlaringiz mumkin. Albatta bizni zakaz qiluvchi Qurbonov adashmasak Nuriddin akamiz bo'ladi. Hamda oila a'zolari nomidan chiroyli tabriklar beramiz. Kuzatib borib to'xtamasizlar. Ravshan Nor kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Masalan, Ravshan Nor kanali sizlar uchun eng zo'rlari, eng saralarini ko'rsatib boramiz. Hamda Fayzli xonadonlarda xizmatda bo'lamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqa etishlaringiz mumkin. Hamda sizlardan so'raladigan narsa bir dona like ko'machasi bo'ladi. Like bo'lsalar sizlarga pul bermaydi, videomiz kengroq tarqaladi, aytib o'taylik. Hamda kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldirishlaringiz mumkin. Qanday bo'ldi tug'ilgan kuningiz? Yoqdimi sizlarga? Chiroyli bo'ldimi? Tug'ilgan kuningizni bitta tabriklab qo'yishingiz mumkin. Marhamat. O'zginchi dunyoning ortida Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? To'g'rimisizlar? Yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Fotima onam. Onajon yaxshimisiz? To'g'rimisiz? 74 yoshingiz muborak bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Sog' salomat bo'ling, ilohim. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib bering. Qarang, farzandlaringiz, mana shu yaqinlaringiz sizni qanchalik yaxshi ko'rishini. Bugun mana shu tug'ilgan kuningizda surprizli qilib, mana bizani yubordi sovg'alarni ulashishimiz uchun. Xursandmiz onajon? Bizdan kelishimizga xabaringiz bormidi? Yo'q, xabar. Kutmagandingiz, onajon? Bu sizga yosh kelyapti-da, bildirmayaptilar. Ey yashang, salom alaykum. Bitta qarsak chalib qo'yamiz, qani davlatlarchilar. Onajonlarimiz vaqtimizga doim sog' salomat bo'lsinlar. Bugun mana shu sizni xonadoningizga tashrifimizga sababchi inson kim bo'lishi mumkin, onajon topingchi? Nuriddin aka qayergalar? Rossiyaga. Rossiyagami? Albatta Nuriddin akamiz bizga murojaat qilgan. Nuriddin akamiz nomidan, oila a'zolari nomidan bugun tug'ilgan kuningizni boshqacha qilib o'tkazib beramiz. Tashrif berib turibmiz onajon. Umringiz uzoq bo'lsin, doim sog' salomat bo'ling. Mana shu nabiralaringiz qo'ldan chiroyli sovg'alarni qabul qila olasiz. Chiroyli guldasta, jannatim onam degan guldasta siz uchun bo'ladi. Qarsak chalamiz, qani davra qatnashchilari. Sog' salomat bo'ling onajon, umringiz uzoq bo'lsin. Mana shu islom dinida ulug' sanalgan Qur'oni Karim kitoblar to'planmasi onajon siz uchun bo'ladi. Mana shu Qur'oni Karim kitoblar bilan birgalikda xonadoningizda fayz-u barakalar yog'ilsin. Xudo xohlasa, Sohim onajon, bugun 74 ni qarshilagan bo'lsangiz, 80 dan sakrab, 90 bilan to'qnashib, 100 bilan yuzlashib yuring. 100 ga kirganingizda ham 100 yosh yubilib to'yingizni mana shu Nuriddin akamiz, oila a'zolari, farzandlaringiz, barcha nabiralaringiz bilan inshaalloh yurish nasib qilsin. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib yur. Yana bir bor tabriklaymiz. Bitta qarsak chalib qo'yamiz mehmonlar. Qo'shiqlar siz uchun onajon. Endi qo'limda shirinliklar qiroli bo'lgan tort ham bor. Mana shu Qur'oni Karim kitobi olib qo'ying. kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtga onam bo'lsa bas. Onajon, mana shu shirinliklar qiroli bo'lgan tort siz uchun bo'ladi. Bundan keyingi hayotingiz ham, umringiz ham mana shu tortdek doimo shirin bo'lsin, go'zal bo'lsin. Xonadoningizda fayz barakalar arimasin. Qarsakda jonli qarsilatamiz. Tabriklaymiz. 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 Tabriklaymiz.
kesib yedirib qo'ysin. Hozir bizani zakaz qilgan Nuriddin akamizdek, oila a'zolari dedik. Keliniz davraningizda bormi? Qani chaqiring. Keling yanga. Keling. Endi bunga zar tushmagan joyidan topasizda onajonimizga yedirib qo'yasiz kesib. Boshlab turamiz. Qarshi chalamiz. Tabriklaymiz. 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 Tabriklab qo'yamiz onajonimizni quchoqlab bag'rimizga bosib. Kimda sovg'a bo'lsa olib keling agar qo'llaringizda sovg'alaringiz bo'lsa. Videoga tushadi esdalikka. Qani nabiralari, bitta quchoqlab qo'yinglar qani ujonlaringizni. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Onajonimiz umrlari uzoq bo'lsin. Xudo xohlasa, bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib, hajlarga borish, hoji onalar bo'lish onajonimizga nasib qilsin deymiz. Nevara, chevara, evaralarni qo'shrog'ida bo'lib yursinlar. Xudo xohlasa 100 yosh yubiley to'ylarni ham mana shunday fayzli xonadonda chiroyli qilib o'tkazib berish farzandlariga nasib ro'z aylasin deymiz. Chiroyli sovg'alar bo'lsa topshiramiz onajonimizga. Marhamat. Qani sovg'alarni beramiz onajonimizga. Sovg'alar muborak bo'lsin, yaxshi kunlar muborak bo'lsin ilohim. Yaxshi kunlarga buyursin deymiz. Mana chiroyli joy namozlar onajonimizga. Namozlar o'qiganingizda farzandlaringizga, yaqinlaringizga duolar qiling onajon. Sovg'alar muborak bo'lsin. Chiroyli ko'ylaklar mana onajonimiz uchun yaxshi kunlarga buyursin deymiz. Doimo sog' salomat bo'lib yuring. Muhammad Alijon, katta yigitlar bo'lsin. Bu nabirami, chevarami, evarami? Nabiralarimi? Ey yashasizlar, sog' salomat bo'lsin, katta yigitlar bo'lsin. Chevaralari ham bor ekan. Ey yashasin, asal qizim, katta qizlar bo'lsin. Bu joylarni yoshlari kirib yursin. Qani bitta nabiralaringizni, ey yashay. Esdalikka tushadi albatta. Davlatbek. Bu ayiqchamizga qarab qoldi-da. Bu tomonga o'tib ayiqchamiz. Chiroyli ro'mollar mana onajonimiz uchun. Ey yashasizlar, sovg'alar muborak bo'lsin, yaxshi kunlarga buyursin deb qolamiz. Onajon taassurot qanday endi? Otding onajon. Nima deysiz endi? Bilmasam. Farzandlaringizga, yaqinlaringizga nima deysiz onajon? Rahmat hammasiga. Rahmat. 74 yildan beri bunaqa tug'ilgan kun bo'lmagan-a surpriz. Onajonimiz gapirilmay qoldi-da, hayajonlanib ketdi. Doim sog' bo'ling, ko'zlaringizga yosh kelyapti. Bu sevinch, xursandchilik yoshlari, Allohim hamma onajonlarimiz vaqtimizga sog' salomat bo'lib, hamma onajonlarimizga ham nasib qilsa mana shunday farzandlarini, mana shunday yaxshi kunlarda farzandlari nomidan chiroyli sovg'ani olish hammaga nasib qilsin. Allohim onajonlarimiz yuzlar bilan yuzlashib yursin deymiz. Onajon, hozir musofir yurtda ishlab yurgan farzandingiz nomidan bitta chiroyli she'r bor, shuni o'qib eshitiraman sizga. So'zlarimni quloqqa iling, vaqt ajrating, yoniga keling. Gar uzoqda bo'lsangiz agar onajoningizga qo'ng'iroq qiling. Umr o'tar qaytmaydi fursat, topilgaydir yoru do'st ulfat. Boshlariga kelmasdan kulfat, onajoningizga qo'ng'iroq qiling. Farzandibon sira tinmagan, tulpor bergan o'zi minmagan.
duolar qilib sira tinmagan onajoningizni ziyorat qiling. Allohim baxtimizga har birimizni onajonlarimiz doimo sog' salomat bo'lib, mana shunday farzandlarini, nabiralarini, baxti kamollarini ko'rib yurish nasib qilsin deymiz. Davra qatnashchilaridan bitta qarsakni kutib qolamiz onajonimiz uchun. Allohim qarsak chalgan insonlarni ham xonadonlarda doimo yaxshi kunlar, xursandchilik kunlari bo'lsin. Mana shu qarsak chalgan insonlarning qo'llari pachka dollar sanab tagida enamarka mashina minib yursin deb qolamiz. Yana bitta guldiroz qarsakni kutib qolamiz davra qatnashchilaridan. Ey yashaysizlar. Ana endi onajon sizni xursand qilamiz deb bugun mana shu xonadoningizga tashrif buyurib turgan bo'lsak, xursandchiligingizda yana ham zo'r qilamiz-da, sho'x raqslarga, o'yinlarga chorlaymiz onajon. Endi o'ynamasak bo'lmaydi, bugun tug'ilgan kun, yaxshi kun. Birgalikda mana shu nevaralaringiz bilan hali shoshmay turamiz, navbat beramiz unga. O'yinlarga onajonimizni birgalikda nabiralari bilan chorlab qolamiz. Baxt va davlat boshimdagi toj, kuy alanga yayrar dilxiroj. Baxt va davlat boshimdagi toj, kuy alanga yayrar dilxiroj. Farishtadik yoyib qirq quloch, davralarda o'ynasin onam. Farishtadik yoyib qirq quloch, davralarda o'ynasin onam. Qara marhamat. Onajon birgalikda. Dugan olib qo'yamiz. Ro'mollarni. Baxtu davlat boshimdagi toj, kuy alanga yayrar dilxiroj. Baxtu davlat boshimdagi toj, kuy alanga yayrar dilxiroj. Farishtadik yoyib qirq quloch, davralarda o'ynasin onam. Farishtadik yoyib qirq quloch, davralarda o'ynasin onam. Bolam debor, bular fidoyi, orzulari vaqtur samoyi. Bolam debor, bular fidoyi, orzulari vaqtur samoyi. Yorug' yuzligimay, yuzdan nuroniy, davralarda o'ynasin onam. Yorug' yuzligimay, yuzdan nuroniy, davralarda o'ynasin onam.
dilbar ko'rcha chiroyli boqmi kabutar yoki pari oy yuzi dilbar ko'rcha chiroyli hozir tabrikda jonli yo'llaymiz. Hozir kamerani bu yoqqa almashib. Aka tabriklay boshlang qani, marhamat. Assalomu alaykum hammaga, mehmonlar. Bu zaman ularjon tug'ilgan ekan. Yuzlagan maylaga kirsin. Doimo yuzi tabassumdan arimasin. Doim kuliversin. Hammaga nasib qilib boshini tug'ilgan kun to'ylar bo'yatsin-da. Yana 100 bor, 1000 bor tabriklaymiz. Hammalaringizga katta rahmat. Onajon nima deysiz? Ha, ulaysiz. Assalomu alaykum. Alaykum. Charchamasman. Yig'lagan xursandchilikda doim kulib yashang. Ulaysiz. Enajonim bo'lsang, men bormani umuman qaytmang. Mayli qaytmayman. Birda men bor dedim. Doim xursand bo'ling. Kulib, tabassum, yorug'lar vaqtiga sog' salomat bo'lishingizni chin yurakdan tabriklaymiz. Mayli. Rahmat aka, sog' bo'ling. Sizni ham ishlaringizga Alloh baraka bersin. Hozir aytadigan qo'shig'im siz uchun bo'ladi. Musofir yurtda ishlab yurgan akalar degan ashulani davom etamiz. Qani mana shu musofir yurtdagi akamiz uchun bo'ladi. Marhamat, davom etamiz kayfiyatlarni ko'tarib. Ana birga o'ynaymiz. Kayfiyatlarni ko'tarib. Musofirda yurgan akalar mahallada uy qilaman deb kiynar ichra sen bo'laman deb dang'illama to'y qilaman deb musofirda yurgan akalar Rossiyada yurgan akalar ana doktor kayfiyatdan o'tamiz. Ravshan Norkandan so'rashmaymiz. Bir-birdan like bosib qo'yishdan chiqmas. Barcha musofirlar akalarimizga omad. Bir sochi bitirda o'zga do'stim o'yinga to'da shuncha yurganing yetarda musofirda yurgan akalar musofirda yurgan akalar mashinaga oz qoldi deydi
Boshga oz qoldi deylik musofirlik nomini yeydi musofirda yurgan akalar Rossiyada yurgan akalar Eng so'nggi bosib bir dasta gulli bag'riga keldi dilbar bosib bir dasta gulli bag'riga keldi dilbar gullardagi qizillik yopiq dog'dan gullardagi qizillik yopiq dog'dan ko'zimga bir jahondek ko'ringan yor chiroyli ko'nglim bahor bu holat sevgi mardog'dan ko'nglim bahor bu holat sevgi mardog'dan tabrik bor ekan Rossiyadan bu ham onajonimizning katta o'g'illari ekan qani onajon tabrikni yo'llang qani aka gapiring assalomu alaykum assalomu alaykum ha yaxshimisiz tug'ilgan kunlaringiz mana katta momashka buyurding yo'llarimizni o'ynatib kulib umringizni davom etib baxtimizga sog' bo'ling alo eshitilyapti aka gapiravering sog' bo'ling hamisha onajonim alo ha alo aka gapiravering hamisha onajonim gapiravering aha Mo'ba qarang. Hamisha sog' bo'ling, boshimizga inson omon, yuzlarga kirib sizlarga bosh bering. Aka rahmat, sog' bo'ling, siz ham musofir ekansiz. Allohim panohida bo'ling. Onajoningiz sizni doimo duo qilib tursa, albatta Allohning panohida bo'lasiz deymiz. Ishlaringizga baraka bersin. Doimo sog' salomat bo'lib, xursandchilik xonadonlaringiz hech qachon tark etmasin deymiz. Telefonni olamiz endi qo'limizga. Faqat menga telefon berib qo'yasizlar. Yashaysizlar. Yaxshi kunlar yana bir bor muborak bo'lsin deymiz. Raqsda davom etamizmi? Raqsda davom etamizmi? Rahmat, sog' salomat bo'linglar. O'ynab charchamizda yana bir bor yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Onajonimizni yoshlariga kirib yurish, Fatima onamizni yoshlariga kirib yurish hammamizga nasib qilsin deymiz. Mana shu elga ovozalar, oltin darvozalar, fayzli xonadonni yaxshi kunlar hech qachon tark etmasin deymiz. Bizni YouTube'da Ravshan Norov kanalida kuzatib borasizlar. Ana endi chiroyli tabrik so'zlar, dil izhorlariga navbatni beramizda. Biz bilan birgalikda sherik bo'lib turgan mana shu fayzli xonadonda mehmonlarimizdan chiroyli tilaklar, yaxshi niyatlarni birin-ketin eshitib qolamiz. Marhamat, kimdan boshlaymiz? Kelingizlar qani. Qani mehmonlar, onajonlarimiz, opalarimiz, qani keling. Marhamat. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan qarindoshlar. Mana bugun yangam Fatimaxonni
74 yoshli muborak to'yi bilan tabriklayman. Uzoqda yurgan o'g'illari sog' salomat kelishsin. Yana to'ylar qilsin, yangam yuzlarga kirsin. Akamni ko'rmagan kunlarini ham yangamni ko'rishini tilakdoshiman. Mendan uzoq ket qayg'u, yaqinlashma endi g'am. Yengilsam hasratlarga bezovta bo'lar onam. Tandoqlarga ko'milib, ko'z yoshimga cho'milib, qolsam tutday to'kilib, bezovta bo'lar onam. Ruhi doim parvona, atrofimda giryona, uxlasam tushimga kirib, bezovta bo'lar onam. Ey, yashang, bitta qarshi bo'lsin davra qatnashchilaridan. Opamizga sog' bo'ling, jonli ijro bo'ling, yashang. Yaxshi tilaklaringiz, yaxshi niyatlaringiz hamisha o'zlaringiz bilan hamroh bo'lib yursin deymizda. Yana so'zlarga olishamiz. Kimlardan eshitamiz? Qani? Marhamat, chiroyli tilaklarni eshitib qolamiz. Assalomu alaykum, shu yerda yig'ilgan barcha mehmonlar. Mana shu momamning yubiley to'yi. Tug'ilgan kunlariga kelgan hamma insonlarni momamning tug'ilgan kunini tabriklaymiz. Momajon yuzga kiring. 100 yoshingizda ham mana shu hamma nevaralaringiz, chevaralaringiz bilan nishonlash nasib qilsin. Mana shu tepadagi hozir aytadigan hamma tilaklarga qo'shilib qolaman. Farzandlaringizni bizning vaqtimizga doim sog' omon bo'ling. Umralarga, hajlarga borish nasib qilsin. Bu yoshlarni ko'pini ko'rib, yuzlar bilan yuzlashaverib tabriklayman. Ey rahmat, qarsak bo'lmayapti davra qatnashchilaridan. Hamma zerikib qoldimi deyman-da. Sog' bo'ling, yaxshi tilaklaringiz, yaxshi niyatlaringiz hamisha o'zlaringiz bilan hamroh bo'lib yursin. Yana bir bor yaxshi kunlar muborak bo'lsin deymiz. Qani yana kimdan eshitamiz tabrik so'zini? Keling, onaxon, keling. Marhamat. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlarimizga mana shu yangamni hurmat qilib kelganlaringiz uchun rahmat. Mana shu yuzlarga kirib yursin. Akam ko'rmagan kunlarni ko'rsin. O'g'illari, qizlari ham mana shu orqasidan mana shunday mo'ma buva bo'lib turib borsin. Mevarak, chevarak, yegani hammasini huzur taqovatini ko'rsin. Hamisha mana shunday anavda yursin. Nasib bo'lsa, yana payg'ambar to'yida kattalashtirib qilib bersin. Mana shu bizlar ham mana shu yoshga kirib, yangamni huzur taqovatini ko'raylik, mana shu boshchi bo'lib yursin. Rahmat, sog' salomat bo'ling. Qarsak bo'lib tursin. Qani mehmonlar ham tashrif buyuryapti. Ey, yashayingizlar. Qani onajonimizning qizlari ham bor ekan davramizda. Qani ismlarini ayting. Fayoza opamizni, Ziyoda opamizni taklif qilamiz. Qani davramizga kelingizlar, qani. Opajonlarimiz, onajonimizning qizlari ekan. Marhamat. Assalomu alaykum. Mana bugun onajonim tug'ilgan kunlari. Mana yuzlarga kirib yursin. Nasib qilsa hammamiz vaqtimizga sog' salomat bo'lsinlar. Bu tashkillashtirishgan Nuriddin akamga ming rahmat. Odil akamga ham rahmat. Barcha musofirda yurtgan akamlar bari, qon qarindoshlarim hammasi eson-omon uyiga kirib kelsin. Onajonim minglariga kirsin. Nasib qilsa 100 yoshlar, 1000 yoshlarni ko'pini ko'rib, nevara-chevaralarini vaqtiga sog'-salomat, vaqtimizga sog' salomat bo'lsinlar. Bu yoshlar minglarini ko'rib yursin. Minglariga kiring. Qarshi o'tirsin mehmonlardan. Onajonim ko'rmagan umrlarni qo'shib, onajonim ham ko'rsinlar, minglariga kirib yursinlar. Rahmat opajon, sog' bo'ling. Dunyoda g'amim yo'q, yo'qdir armonim. Yonimda bo'lsangiz shu toju taxtim. Allohga shukrona aytaman doim. Onajon, borligingiz eng katta baxtim. Yiqilsam yonimda tirgak bo'ldingiz. Boshingni tik ko'tar bolam dedingiz. Keragidan ortiq mehr berdingiz. Onajon, borligingiz eng katta baxtim. Sizdan qarzlarimni uzganimcha yo'q. Siz bergan mehrni berganimcha yo'q. Hali sizga rahmat aytganimcha yo'q.
Onajon, borligingiz eng katta baxtim. Endi duo qilib tursangiz bo'ldi. O'ylamang, ro'zg'orning kamlari to'ldi. Baxtimizga, boshimizga sog' omon yursangiz bo'ldi. Onajon, borligingiz eng katta baxtim degan onajon, mana shu ko'zlaringizni oq xalosi bo'lgan farzandlaringiz bo'ladi ilohim. Farzandlaringizni baxtiga doimo yana bir bor aytaman, sog' salomat bo'lib, bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib yuring. Xudo xohlasa bugungi mana shu 74 yosh tug'ilgan kuningizdagi arzimas sovg'alar, arzimas surprizlar bu arzimagan narsa bo'ladi. Xudo xohlasa kelgusi yil umra ziyoratlariga, hajlarga borish onajon sizga nasib qilsin. Hoji ona bo'lib kelganingizda ham bizga Ravshan Norov kanaliga murojaat qilib, hoj to'ylaringizda birgalikda xizmatda bo'lish bizga nasib ro'za aylasin deymizda, davra qatnashchilarini yana bir bor sho'x-sho'x o'yinlarga, raqslarga chorlaymiz. Onajonlarimiz, opajonlarimiz uchun xorazmcha qo'shiqlardan boshlaymiz. Sani o'zing bir yona, qani? Mani o'zim bir yona, sani o'zing bir yona, hey, mani o'zim bir yona. Ishqingda kuyar bo'ldim, ishqingda kuyar bo'ldim, erka qiz yona yona, ola kuz bo'y bo'y bo'y. Mana akalarimiz bir yerda. Yeshing. Andijon polkiga ham o'ynab beramiz. Qani birgalikda.
sizlarga rahmat aytib qolamiz. Ilohim o'ynab charchaymizda xursandchilik hech qachon fayzli xonadonlarimizni tark etmasin, yuzlaringizda tabassum, lablaringizdan kulgu arimasin deb qolamiz. Onajonimizni bugungi 74 yoshlari yana bir bor muborak bo'lsin. Onajonimizni yoshlari kirib yurish hammamizga nasib qilsin deymiz. Bizning xizmatlarimiz yoqdimi sizlarga? Xursandmisiz sizlar? Yoqqan bo'lsa bitta qarsak bilan endi isbotlab berasizlar. Ey yashayinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qarsak chalgan insonlarni ham xonadonlarda doimo xizmatda bo'lish nasib qilsin deymiz. Biz YouTube'da faoliyat olib boramiz. YouTube'ga kirib Ravshan Norov deb yozsalaringiz, bizning mana shunday tug'ilgan kunlarni, to'ylarni, bayramlarni o'tkazgan chiroyli videolarimiz bor. Kanalimiz kelib chiqadi. Ana o'sha bizning Ravshan Norov kanaliga obuna bo'lib qo'yib, bir donagina like tugmachasini bosib qo'yish ham esdan chiqmasin. Xudo xohlasa tez orada bugungi mana shu tug'ilgan kun ham efirga uzatiladi. Davra qatnashchilaridan iltimos qilib qolaman. Telefon hozir hammada sensor telefon bor, to'g'rimi? Kirib Ravshan Norov deb yozasizlar YouTube'ga, bizning kanal kelib chiqadi. Mana shu videomiz efirga uzatilgandan keyin bitta like bosib qo'yasizlar. Keyin fikr bildirish joyi bor kommentariya qismida. Tug'ilgan kun qanday bo'ldi bugungi mana shu jarayon? Sizlarga yoqdimi, yoqmadimi? Yoqqan bo'lsa ham, yoqmagan bo'lsa ham o'z fikrlaringizni bildirishlaringiz mumkin. Yana bir bor bugun onajonimizning tug'ilgan kunlariga xizmat qilganimizdan biz juda ham xursandmiz. Mana shu fayzli xonadonda o'tirganimizdan juda ham xursandmiz. Bugun sizlarning xizmatlaringizda gitarist ukamiz Dostonjon bo'ldi. Bitta qarsak chalib qo'yamiz. Ayiq polvon Ravshan buvamizning nabiralari Samandarjon bo'ladi. Qarsak bo'lsin. Rahmat. Ravshan buvamiz o'zlari mana operatorlik vazifasini bajaryapti. Qarsak bo'lsin shu insonga ham. 70 ga kirgan inson, Azil akam yosh emas. 70 ga kirgan odam bunaqa ish qila olmaydi. Ravshan buva sog' bo'ling. Kamina Kamtarin Suxandon Ilmurodjon sizlarning xizmatlaringizda bo'ldi. Yoqsa huzur, yoqmasa uzr deb qolamiz. Ravshan Norov kanalida uzoqlashmasdan obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Xayr demaymiz azizlar. Doimgidek xursandchilik kunlarda Ravshan Norov buvamiz bilan ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Onajon